Dengiz sathidan 1300 metr balandlikdamiz. Assalomu alaykum. Hozir Bo'stonliq tumanining Oqsoqota tog'iga ketyapmiz. Shu ko'rayotgan bo'lsanglar, oppoq qorga qarab chiqib ketyapmiz. Voy, yugurishini qarang. Nega? Dengiz sathida 1900 metr balandlikka chiqib oldik. Hozir yo'lda mana bunaqa katta rivojlarni terishga to'xtadik. Bu yerda buni olishdan oldin bayi katta bo'ladi, tegini qarash kerak. Buni tegida bu hududda asosan qizilbosh deydi. Boshi yalpoq qizil ilon, kalta eng zahar kuchli ilon bo'ladi. Odamni chaqqanda o'ldiradigan ilon bo'ladi deyishdi местный aholi. Hozir mana shu yerda rivoj olayotganligiga maslahat beraman. Tegini qarab olishlarini mana rivoj mana shunaqa bo'ladi. Bu sal kaltaroq olgan. Yo bismillah, lolalarni qarang, ochib turishini. Bargini bundoq soya qo'ysa ham bo'larkan, qarang. Ha, deb bo'ladi bu. So'langlar olib ketadi. Yeymiz hozir buni. Joyi qayin buloq deyishadi. Tepasida hech qanaqa soy yo'q, hech qanaqa suv, qor yo'q. Faqat mana shu yer tagida buloq chiqadi filtrlanib. Suvi juda ham toza. Har safar shu yerdan o'tsam, mana shu buloq suvidan mana shu baklashkaga olaman. Suvi juda ham yumshoq va mazali suvi. Yozgi jaziramalarda ham shu yerdan muzdek suv tushib turadi.